Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun juda muhim bir mavzu bo'yicha suhbat qilamiz. Siz ertalab uyg'onasiz, telefoningizni qo'lga olasiz, Telegramni ochasiz, taksi chaqirasiz, ijtimoiy tarmoqlarda yangiliklarni ko'rasiz. Men oldingi ko'rsatuvlarimda Xitoy kameralarining inson yuzini, siz bosgan har bir qadamni, shu bilan birga mashina raqami va mashinadagi shaxsning yuzlarini skanerlash orqali kuzatishi to'g'risida ma'lumot bergandim. Misol sifatida aytishim mumkinki, agar siz mashina bilan yo'l qoidasini buzsangiz, albatta uyingizga shtraf keladi. Bu esa sizning haqingizdagi aniq ma'lumotni to'plagani uchun. Yoki elektron tizimidagi mashinaga o'z ma'lumotlaringizni kiritishchi, u ma'lumotlar qayerda saqlanadi? Hammasi juda oddiy ko'rinadi, shunday emasmi? Ammo siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Siz haqingizdagi ma'lumotlar qayerga ketmoqda? Kim ularni saqlaydi? Kim ularni tahlil qiladi va eng muhimi, kim ulardan foydalanadi? Bugungi dunyoda eng qimmat resurs endi neft emas, eng qimmat resurs ma'lumot hisoblanadi. Va aynan shu sabab Markaziy Osiyo yangi geosiyosiy jarayon markaziga aylanyapti. Bu jarayon raqamli Ipak yo'li deb ataladi. Nima uchun bunday deb atalishini quyidagi manbalardan oldim va sizlarga ma'lumot bermoqdaman. Xitoy Markaziy Osiyodagi ma'lumotlarni asosan Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston kabi mamlakatlarda, umuman Markaziy Osiyo davlatlarida 5G tarmoqlari, ma'lumotlar markazlari va yuzni aniqlashga ega aqlli shahar kuzatuv tizimlarini quruvchi Huawei va ZTE orqali o'zining raqamli Ipak yo'li infratuzilmasini joriy etish orqali nazorat qiladi. Bu uzoq muddatli texnologik qaramlikni yaratadi va Xitoy subyektlari tomonidan ma'lumotlarga kirishni osonlashtiradi. Bunday holat albatta tegishli tashkilotlar tomonidan nazorat qilinsa kerak deb o'ylayman. Bugun biz juda muhim savolni muhokama qilamiz. Chet el ilovalari O'zbekiston fuqarolarining ma'lumotlarini nazorat qilyaptimi? Bir paytlar O'zbekiston hududi qadimgi Ipak yo'lining markazida joylashgan edi. Savdo, madaniyat, ilm, fan va g'oyalar sharqdan g'arbga qarab tarqala boshlagan. Bugun esa yangi turdagi yo'l paydo bo'ldi. Bu yo'l orqali endi Ipak yoki ziravorlar emas, ma'lumotlar harakatlanmoqda. Bugungi raqamli Ipak yo'li orqali internet infratuzilmasi, bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt tizimlari, raqamli to'lov platformalari butun dunyoni bir-biriga bog'lamoqda. Ba'zi ekspertlar fikricha, bu jarayon global texnologik ta'sir uchun yangi bosqich hisoblanadi. Nega ma'lumotlar bugun eng qimmat resursga aylangan? Mana 21-asrda texnologiyalar rivojlanishi orqali O'zbekiston ham mana shu jarayonga keng miqyosda kirib bormoqda. Albatta bu quvonarli holat. Bugungi kunda deyarli har bir mobil ilova turli xil ma'lumotlarni yig'adi. Masalan, sizning joylashuvingiz, aloqa ro'yxatingiz, internet qidiruvlaringiz, xaritlaringiz, kun davomida qanday harakat qilishingiz ham kuzatib boriladi. Bu ma'lumotlar orqali kompaniyalar foydalanuvchi xulqini tahlil qiladi, reklama tizimlarini boshqaradi, bozor strategiyalarini ishlab chiqadi. Shu sabab bugungi iqtisodiyotda yangi tushuncha paydo bo'ldi. Bu ya'ni data economy, ya'ni ma'lumot iqtisodiyoti ham deyiladi. Bugungi kunda dunyodagi eng yirik texnologiya kompaniyalari aynan ma'lumotlar asosida trillionlab dollarlar qiymatga ega bo'lmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston ham raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirmoqda. Masalan, IT park qurilgan, ya'ni tashkil etilgan. Elektron hukumat tizimlari kengaymoqda. Ko'plab davlat xizmatlari onlayn shaklga o'tkazilmoqda. Biroq kundalik hayotimizda foydalanayotgan ko'plab platformalar chet el kompaniyalariga tegishli. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar. Aytaylik, mana shu YouTube ham, Facebook, Instagram,
Telegram, har xil messenjerlar hamda har xil to'lov tizimlari, taksi ilovalari. Bu esa juda muhim savolni keltirib chiqarmoqda. Ya'ni O'zbekiston fuqarolarining ma'lumotlari qayerda saqlanmoqda? Agar iloji bo'lsa, izohlarda mana shu savolga ham javob berib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Video davomida albatta bu savolga javob berishga harakat qilamiz. Bugungi global siyosatda yangi tushuncha paydo bo'ldi. Ya'ni bu ma'lumotlar suvereniteti. Bu shuni anglatadiki, davlat o'z fuqarolarining ma'lumotlari ustidan nazoratga ega bo'lishi kerak. 2019-yilda O'zbekistonda shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra ayrim turdagi ma'lumotlar mamlakat hududida saqlanishi kerak. Bu qadam ma'lumot xavfsizligini ta'minlash uchun juda muhim hisoblanadi. Albatta, bu juda ham muhim. Chunki ma'lumotlar saqlanishi boshqa davlatlarga chiqib ketadigan bo'lsa, ular demak bizning ma'lumotlar ustidan hukmronlik qiladi. Bugungi kunda davlatlar faqat iqtisodiy yoki harbiy qudrat orqali emas, balki texnologiyalar orqali ham raqobatlashmoqda. Masalan, sun'iy intellekt, 5G texnologiyasi, bulutli serverlar, raqamli platformalar. Bularning barchasi global ta'sir vositalariga aylangan hozirgi kunda. Shu sabab ayrim ekspertlar texnologik infratuzilmani milliy xavfsizlik bilan ham bog'liq masala deb hisoblashmoqda. Bu albatta to'g'ri fikr deb o'ylayman, chunki har bir davlat o'z fuqarolarining ma'lumotlarini o'zining hududida saqlashi kerak. Shuning uchun ham katta serverlar, ya'ni ma'lumotlarni saqlaydigan serverlar har bir davlatda tashkil etilmoqda. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, O'zbekistonda ham mana shunday ma'lumotlar bazasini saqlaydigan shunaqangi infratuzilmalar o'zimizda bo'ladigan bo'lsa, albatta bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Qadimgi Ipak yo'li savdo yo'li edi. Bugungi raqamli Ipak yo'li esa ma'lumotlar yo'li bo'lib hisoblanmoqda. Raqamli Ipak yo'li orqali nazorat va ta'sir usullari qanday? Keling, mana shu usullarga ham to'xtalib o'tsak, yana ham aniqroq bu tushunarli bo'ladi. Ya'ni xalqimiz buni osongina tushunib oladi. Birinchisi, aytaylik, infratuzilma ustunligi. Bunda Xitoy kompaniyalari optik tolali kabellar va ma'lumotlar markazlarini o'z ichiga olgan asosiy raqamli infratuzilmani yaratmoqda. Xavfsiz shahar kuzatuvi. Huawei Markaziy Osiyo davlatlarida yuzni aniqlash va avtomobil raqamlarini aniqlash texnologiyasini o'z ichiga olgan ulkan kuzatuv tizimlarini joriy etmoqda. Texnik standartlashtirish, ya'ni Xitoy o'zining raqamli standartlari va tartibga solish modellarini Markaziy Osiyo davlatlariga eksport qilmoqda va ularning ma'lumotlar va xavfsizlikni boshqarish usullariga ta'sir ko'rsatmoqda. Men o'ylaymanki, tegishli tashkilotlar mana shu yerda juda ham ehtiyotkorlik bilan ish olib bormoqda deb o'ylayman. Chunki xalqimiz va nafaqat insonlar bu yerda boshqa xavfsizlik to'g'risidagi ma'lumotlar ham aynan boshqa joylarga, serverlarga ketib qolish xavfi juda ham katta. Ma'lumotlarga bog'liqlik, Xitoy apparatlari va dasturiy ta'minotidan foydalanish bu qulflash effektini yaratadi. Ya'ni qulflash effekti nima degani? Bu yerda agarda biz butunlay o'sha Xitoy texnologiyalari, albatta bu texnologiyalar, innovatsion texnologiyalar bizga kerak, lekin mana shu texnologiyalar va ular yaratgan dasturlarga faqat bog'lanib qoladigan bo'lsak, bu qulflash, ya'ni bizlar o'sha yerga qulflanib qotib qolamiz ularning dasturlari bilan va natijada esa biz barcha ma'lumotlar bilan ularga qaramlikka ega bo'lib qolamiz. Shuning uchun ham bu qulflash effekti deyiladi. Mana shunaqa effekt ham yaratilayotganligini albatta inobatga olish kerak deb o'ylayman. Bu esa ushbu mamlakatlar uchun boshqa provayderlarga o'tishini qimmatga tushiradi. Ya'ni faqat Xitoy texnologiyalari va dasturlariga bog'lanib qoladigan bo'lsak, kerak bo'lganda bizlar boshqa texnologiyadan foydalanadigan bo'lsak,
unda juda ham qiyinchilikka uchraymiz va bu juda ham katta iqtisodiyotni talab qilishi va o'rtada bir qancha siyosiy kelishmovchiliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Bulut va sun'iy intellekt xizmatlari. Xitoy firmalari ma'lumotlarni bulutli saqlash va sun'iy intellekt sohasidagi o'z izlarini kengaytirmoqdalar. Bu mintaqadagi ma'lumotlarga asoslangan iqtisodiy faoliyatni nazorat qilish uchun o'zlarini joylashtirmoqdalar, deyiladi ba'zi maqolalarda. Albatta, bu ma'lumotlarni bir qancha ishonchli manbalardan olganligim uchun beryapman va yonimda ham mana shu ma'lumotlar ko'rinib turishi mumkin. Demak, xulosa qilish mumkinki, ushbu tashabbuslar Xitoyga axborot oqimlarini kuzatish, o'zining kiberxavfsizligini ta'qib qilish va mintaqadagi maxfiy ma'lumotlarga kirish imkoniyatini berishi mumkin. Shu sababli ba'zi savollar ochiq qolmoqda va ko'rsatuvni quyidagi savollar bilan yakunlamoqchiman. Albatta, bu savollarga javobni izohlarda qoldirsangiz, men ham o'qib chiqardim va balki kerakli yana ma'lumotlarni tayyorlashim mumkin. Bu qanday savollar? Birinchisi, bu Markaziy Osiyo faqat ma'lumotlar tranzit hududi bo'lib qoladimi? Ikkinchisi, u o'zining raqamli suverenitetini shakllantira oladimi? Uchinchisi, O'zbekiston fuqarolarining ma'lumotlari qaysi davlat serverlarida saqlanmoqda? Keyingisi, mahalliy platformalar chet el gigantlari bilan raqobatlasha oladimi? Kelajakda aynan shu savol mintaqaning texnologik mustaqilligini belgilab beradi. Hurmatli yurtdoshlar, mana bu qisqa videodan ancha ma'lumotlarga ham ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Albatta, bu savoldan tashqari o'zingizni qiziqtiradigan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta izohlarda qoldirsangiz, bu mening uchun ham qiziq va men ham sizlardan o'rganishim mumkin. Shu bilan ko'rsatuvni yakunlayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Albatta kanalimga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.